Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar, yaxshimisizlar, qalaysizlar? Barcha bizni ko'rib turgan O'zbekistonlik qo'shni qardosh respublikalar, bog'bon do'stlarga alangali salom. O'sha bir hafta oldin o'sha ifodamizni stimulyator, ya'ni qizdiruvchi, kuchaytiruvchi narsalardan bergan edik. Mana. Va L77 Ifo Aminamax ifodaniki. Mana bundan 30 gram Aminamaxdan 20 gramdan qo'shib 10 litr suvga bir o'sha yana daraxtlarga hozir bugun yana baribir hayron qolasizlar, shunaqa nimalarni beryapti-yu, lekin orada bizga povod beryapti, imkoniyat beryapti. Ya'ni ertalab 1 soat muzlab turdi va 1 soatdan keyin quyosh chiqib eritdi. Bu ham bizga imkoniyat, rahmi kelgani o'sha rosa muzlab tarasha bo'lmasdan turib yana erib ketyapti. Bu immunitetini oshirishi ham mumkin daraxtlarni. Yana plus mana hozir kechqurunga minus beryapti O'zbekistonimizda hamma joylarda. Lekin hozir havo plus 10 gradus bo'lsa kerak bo'lmaganda opto chiqib turibdi. Yana biz mana shu stimulyatorlardan bir sepib chiqamiz. Sababi bu любое время года degan qishda faslda xohlagan paytda sepilsa zarari yo'q. Plus 5 gradus plus bo'lsa bo'ldi, zarari yo'q. O'ziga qabul qiladi. Bu hujayralarda harakatini tezlashtirib beradi. Tezlashtirgan natijasida o'sha sovuqqa chidamliligini oshirib, o'sha nimadan chiqarib beradi. O'sha holatdan, stressdan, ya'ni bu hozir daraxtlar mana opto chiqdi, undan oldin sovuq bo'ldi, minus bo'ldi, yomg'ir, qor bo'ldi. Biz daraxtlarimiz stressga tushib qolgan, ya'ni yuragi o'ynab qolgan. Endi bular shunaqa vitaminlar. O'sha hozir agro magazinlarda juda ham yetarli. O'zbekistonimizda dehqonchilik madaniyati rivojlanyapti. Shuning uchun yana hozir va L77 bilan Aminamaxni birgalikda buni 20 ga 30 qilib sepib chiqamiz. Va ko'ynimiz xotirjam bo'ladi va o'sha biz harakat qilyapmiz, tepada ko'rib turadi. Bu harakat qilyapti, bunga bergin deydi. Shuning uchun povod beryapti. Ya'ni hozir shuni o'rniga yomg'ir yog'ib turgan bo'lsa, bu ishni qila olmasdik. Yoki bo'lmasa minus quyosh ko'rinmay turganda bu ishni qila olmasdik. Mana shu tomonlarni hisobga olib juda ham yaxshi povodlar bo'lyapti. Imkoniyat ya'ni. Mana bu yerda 20 litr hajmi bo'lsa 40 gram Aminamax, 50 gram va 77 ni qo'shdik mana. Hammasi vitamin, peridoza degan narsa, zaharlanish degan narsa yo'q. Endi bizda harakat. O'sha ifodaga telefon qilib 20 sekund qarab turasizlar. 20 sekunddan keyin oladi. O'sha nomerlari 99 8 78 147 05 00. Mana oz-moz muzlagan bular. Sliva bu. Qaynoli, qoroli. Mana kivinokimiz chiroyli bo'lib, gullarini ko'rsatib qo'ygan edi. Buni ham ko'ramiz, sovuq nima qildi? Nima dedi? Qarab boramiz-da endi. Nima qilamiz? Shu slivamiz ham superior mana. Bu ham muzlagan edi. Mana 1 soatda yozilib 10 ga keldi. Ajab emas, natijalarni ko'rsatib boramiz. Bu hammasi biz uchun maktab bo'lyapti. Mana bunda o'sha muz turibdi. Qirib turibdi. Lekin natijalarni endi ko'ramiz. Mana bunda ham o'rtacha. Mana bu shoptolimiz haligida mashlar qatib qoladi muz bo'lib. Mana qo'yib yuboribdi. Endi natijalarni ko'rsatamiz. Videoni o'sha ertalabki video shu hozir davom etyapti ko'rsatuvimiz. Bu keyingisi, shu ertalabkisida mana. O'sha qo'yib yuboribdi bu.
hurmatli o'rtoqlar, 60 litr shu suyuqlikda stimulyatorda sepib chiqdim, hovliga yetdi. 4 kun 5 kun burundan sepganman. Va 77 bilan Aminomax'da. Bizdan baxtli odam yo'q. Bu yana demoqchimanki, harakat qilaveramiz biz. Dehqonchilik madaniyati, oldin internetda ko'rardik, chet ellarda o'rischalab, inglizcha gapirib, buni qilish kerak, buni qilish kerak, gramlab ko'rsatib, mana o'zimizga ham keldi. Mana hozir o'sha Aminomax'dan 20 gram va 77 dan 30 gramni qo'shib, hamma sepib chiqdi mana. 20 minutda tanaga so'rab oladi. Bu tanaga so'rab olgandan keyin stimulyator, ya'ni qizdiruvchi degani, harakat beruvchi, quvvat beruvchi degani. Menimcha o'sha hujayralarni harakatini tezlashtiradi. Natijada sovqatganini bilmay qoladi. Va isib ketganini bilmay qoladi. Yuragi o'ynab qoladi. Daraxtlar ham odamga o'xshab birdaniga isib ketsa, birdaniga sovib ketsa, yuragi o'ynab qoladi. Ya'ni stressga, shokka tushib qoladi. Mana shokdan chiqarish maqsadida juda ham ko'p o'sha agro magazinlarda vitaminlar bor. O'sha vitaminlarni olgandan keyin balansrovka bo'lib, o'sha hujayralari, o'sha harakatlari tezlashgandan keyin sovuq bilinmay qolar ekan. Deb qo'ydik. Bizdan harakat. Mana eng asosiysi o'sha ifodani o'sha nomerlar yana aytaman. Bu bor narsa hali kimdirga joniga tegib bu reklama qilyapti deyish mumkin. Bizda haqiqiy uzr bor narsa. Bu zaharli hodisasi yo'q. Peridodorobka bo'lmaydi hech qanaqasiga. O'sha vitamin qop-qora bo'ladi, o'sha nimaga o'xshagan narsa bo'ladi. Qop-qora suyuqlik bo'ladi. Mana endi sepib qo'ydik, bugun -1 deyapti. Mana endi 5 kun, bir hafta oldin sepib qo'ygan edim. Videolarda ko'rsatganman va endi bugun yana sepdim. Yana bir xursand bo'ladigan tomonim, imkoniyat beryapti bizga, mana qarang. Besperemeniy sovuq bo'lib tursa, albatta tanasigacha sovuq olib ketadi. 1 soat ertalab sahar muzlama bo'ldi va qo'yib yubordi. Bu ham bizning baxtimiz. Yana aytaman, bemahal uyg'ongan mikroblar bor, zamburug'lar bor, harakat qilib tepaga yuryapti-yu. Mana kechqurungi zamirzaniya, yaxlash, muzlash ularni ham Hitler kaput qiladi. Bu ham bizning baxtimiz. Shuning uchun har bir yomon narsadan xafa bo'lma, yaxshilikka burib qo'ydigan, mana yaxshilik. Endi shular bo'lmasa, shunaqa sovuq bo'lmasa, shunaqa injiqliklar bo'lmasa biz harakat qilamizmi? O'tiraverardik-da hozir mana o'ylab chiqdim. Shuncha muxlislarim bor, bog'bonlar ishonishadi. Shularga ko'rsatuv qilish kerak deb doim izlanasiz va shuni bahonasida meni hovlim 2-marta va 77 bilan Aminomax bilan o'ziga so'rab oldi. Shu bilan Hitler kaput. Mana endi bular o'zingizdan dushevni yengil tortasiz. Haligi bir o'zimga foyda keltirdim-ku deb. İnson har kuni o'ziga ozgina foyda tegizsa va dunyo obod bo'ladi, vatanimiz obod bo'ladi. Birinchi o'zimizga foydamiz tegsa, o'sha demak o'sha vatan, oila obod bo'ladi. Ko'cha ham. Dori kerak bo'lsa ifoda mana 99 8 78 147 05 00. Ko'pchilik telefon qilsa olmayapti, 20 sekund kutib turasizlar ekan. Keyin oladi. Mana endi yana B77 ni foydasi. Polietilnokislotlar 77% ekan. Tuzi yuvilgan gumin kislotasi 3% ekan. Ta'sir etish xususiyati. Ochiq dala ekinlariga, issiqxona ekinlarini, mevali daraxtlar, tok, g'o'za, bug'doy va boshqa ekinlar, gazonlargacha ham hatto bargidan va tomchilab oziqlantirish hamda urug'larni preparat bilan ishlov berib foydalanishi mumkin. Hatto urug'larni yuvsa bo'lar ekan. Urug'lar preparat bilan ishlanganda hosildorlik ortadi, samaradorlik, energiya, o'nish energiyasi 15% ga ko'payar ekan. Qisqa muddat ichida kerakli ko'chat ko'chat hosil bo'lar ekan. Tez o'sha ko'chat rivojlangan barglaridan oziqlantirishga tarkibidagi ozuqa moddalari, o'simliklarning tez rivojlanishi natijasini yuqori sifatda mo'l hosil kafolatlanadi. Hamda bu va 77 shu nimasi borki, ham qizartirib ham beradi. Olmalarimizni rang berdiradi, ana qarang. Bu bitta hozir bas ne to'lka. Olib qo'ysalar 1 litr bitta sezonga yetadi. Yoz bo'yi hamma narsaga beraverasizlar. Aminomax mana. Organik modda 16%, organik karbon 10%, umumiy erkin
aminokislota 12, umumiy gumin va folik kislotasi 10%, umumiy azot 0,5%, umumiy organik azot 0,5%, umumiy suvga eruvchi kaliy 1,5%. Oho, zo'r narsa ekan. Umumiy suvda eruvchi magniy ham bor ekan. 0,6% ekan. Suvga eruvchi marganez 0,1% ekan. Suvga eruvchi molibden 0,1% ekan. Suvga eruvchi rux 14% ekan ana. pH 4,6. Ta'sir etish xususiyati. Tuproqqa qo'llanilganda tuproqning mikroflorasini yaxshilash hisobiga ozuqalar va to'planishini osonlashtiradi. Ozuqalarni yetkazib berar ekan, stress holatidan chiqaradi. Ana eng asosiysi stressdan chiqaradi ekan. Ularning oldini va keyin yaproqlardan purkalganda oldini oluvchi va yaxshilovchi ta'sir kuchga ega ekan. Mana o'shani buni o'sha shlang orqali bersa ham bo'lar ekan, barkiga berganda oziqlantirar ekan, stressdan chiqarar ekan, shokdan chiqaradi. Mana sepib qo'ydik. Endi bugun bizda -1 deyapti, ag'ini o'zi biladi, saqlaymansiz hech narsa emas. Hurmatli o'rtoqlar, omon bo'linglar. Avval e'tiborlar uchun rahmat. Malades deb qayerda qancha bo'lyapti yozinglar. Bu dehqonchilik chegaralanmagan, buni professori ham yo'q. Men ham havaskorman. Hamma narsani bilaman demayman. Mana o'qib, so'qib, ozmoz o'rganyapman. Juda ko'p ko'ruvchilarimiz bizni yoshi katta do'stlarimiz. Shuning uchun opalar, onalar, otalar bor. Shuning uchun e'tiborlar uchun rahmat. Harakat qilaveramiz va shu jani kuzda sanaymiz deydi-yu. Kuzda yozda ma'lum bo'ladi. Rahmat e'tiborlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday qilib shunaqa boshqalar bo'lsa, xavfsiz bo'ladi. Shamolni buni shunisi yaxshi, shamolda ham bo'laveradi. Ichida yonaveradi. Yana bir narsa, hali atrabonlar bor. Avtollar bor ishlab chiqqan. Yevropada o'sha nimalarda uzumzorlarga shunaqa atrabon qilishadi. Zo'r yonadi, xavfsiz, uzoq yonadi. Masalan, shuni o'rniga atrabon qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Endi ertalab yana ko'rsatamiz hozirgacha, chunki darur tezroq ko'rib buni tarqatib, endi bizlar harakat qilaveramiz. Endi osmonga qarab tursak nima bo'lmaydi-ku.